Cobaltga Drysam tizimini ulab 200 tezlikka chiqadigan qilishimiz mumkin. Bu nima o'zi? Minib yurgan Cobaltimizda moy tizimi Vetsam, ya'ni hamma moy karterda to'planib turadigan tizimga shunaqa deyiladi. Yuqori tezlikda, masalan 170 ga chiqqaningizda, kolenval karterdagi moyni urib, xuddi blenderdagi kabi ko'pirib, moyli to'fon hosil qiladi. Tirsakli val aynan shu quyuq moy va normal atmosfera bosimini yorib o'tishga qiynaladi va aylanishlar soni cheklanadi. Agar biz Cobaltga poyga mashinalardagi kabi Drysam tizimini o'rnatsak, birinchidan karterdagi barcha moy tashqi bakka so'rib olinadi va karter ichida vakuum hosil bo'ladi. Havosiz muhitda porshenlarning pastga harakati osonlashadi va havo qarshiligini to'liq yengadi. Tirsakli val endi moyli botqoqda emas, balki bo'shliqda erkin aylanadi. Bu bizga qo'shimcha 10% gacha sof quvvatni beradi. Ikkinchidan, Cobaltni 200 tezlikda haydaganingizda yoki keskin burilishlarda karterdagi moy bir chetga surilib, moy nasosi havo so'rib olishi mumkin. Aytib qo'yay, bunday tizimlar o'rnatilgandan keyin tormoz tizimi nihoyatda yaxshi bo'lishi kerak. Ayniqsa Mansuro kolodkalari bilan. Metallik kolodka 30,000 kilometrgacha, keramik kolodkalar xarakteriga qarab hatto 60,000 dan ziyodgacha chiday olishi mumkin. Hamda orqa tomonida maxsus fiberplast borki, kolodkadan chiylagan ovoz chiqmasligini ta'minlaydi.